Mana 5 gektarlik maydondagi pomidorlarimiz mevalari va terim bo'layotgan jarayon hammasi. Mana mevalar bozorga, sexga qanaqasi tushsa shunaqa razmerda qilib beramiz. Palak maydonimiz 5 gektarlik maydonda. Kelaverasizlar. Xohlasanglar Food City'ga ikkinchi kameraga Sukhoy frukt meva ana kamerasiga yetkazib beramiz. Shu yerdan olib ketaverasizlar. Mana mevalari hammasi joyida, kipriklari. Qattiqligi, yorig'i yo'q, qurt yegani yo'q. Hammasi joy-joyida. Eng kamida 2 oy terim bo'ladi. Endi boshlandi terim. Kelishgan narxlarda, chiroyli narxlarda qilib beramiz, foydalanadigan qilib.